Sizga konditsioner kerak. Ularga oddiy konditsioner emas, zo'r konditsioner kerak. Bilasan shunaqasini? Yo'q, qanaqa bo'ladi u yaxshi Unda konditsioner? eshit, yaxshi konditsioner, invertor bo'lishi kerak. Yana qanaqa bilsam, full DC invertor. Ya'ni motori ham invertor bo'ladi, feni ham invertor bo'ladi. Bu 70% gacha tokka ekonom qiladi. Undan keyin motorda o'zini teni bo'lishi kerak. Qishda yaqlab qolganda o'zini o'zi eritib, zo'r ishlab beradi. Undan keyin Air 410 Freon bo'lishi kerak. Bu nimaligini bilasan? Yo'q. Boshga og'riq bermaydi, so'yliga og'riq bermaydi, ertalab ham tomog'ing qirilib turmaydi. Tushundingmi? Undan keyin eng asosiy narsasi garantiyasi bo'lishi kerak. Original narsada mana film uchun bepul servisni 5 yil garantiya beradi. Undan keyin motorga invertor bo'lgani uchun, zo'r invertor bo'lgani uchun 10 yil garantiya beriladi. Общий hisobda olsam kamida 10 yil ishlatiladi. Bu konditsioner eng asosiysi yozda 60 gradus issiqda ishlolash kerak, -20 gradus qishda shunaqada ishlolash kerak. Aynan shu konditsioner mana shu konditsioner. Nomi nima ekan? Citronic. Bu narxi $350. Ya'ni bunda plus tarafi motorda kransheyni ham chiqadi. Alohida 100 ming, 150 mingga sotib olib o'tirmaysizlar va $350 ichida O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmati mutlaqo bepul. Tushundingmi shogird? Tushundim. Yaxshi konditsioner qanaqa bo'lishini bilib oldingmi? Bildim. Qanaqa bo'lar ekan? Nima deyapti? Hozir nima dedim mana shuncha deyapti.